Dunyoda eng muhim kasb fotograflik. Chunki odamlar o'lib ketadi. Ularning suratlari esa qarindosh urug'larda qoladi. У родственников. Если бы фотография была изобретена в доисторический период, человечеству было бы легче жить. Во всяком случае, человечество не терзалось бы мыслью, откуда, собственно, оно произошло. Потому что сохранились бы неоспоримые доказательства того, как труд довел обезьяну до человеческого существования. Отсутствие фотодокументов подрывает веру в историю как... Foto hujjatlarning yo'qligi tarixni fan sifatida o'rganishni juda qiyinlashtiradi. Hozir Amerikani kim ochgan degan bahslarga ham o'rin qolmagan bo'lardi. Kristofor Kolumb ham, vikinglar ham, qadimgi yaponlar ham mutlaqo da'vogar bo'la olmasdilar. Chunki 7-asrning foto havaskori ekspeditsiyaga albatta suqilib kirib olib, o'sha tarixiy davrda kamtarinliklari tufayli noma'lum bo'lib qolgan, boshimizga balo qilib Amerikani ochgan buyuk sayyohlarni albatta bizning vatandoshimiz suratga olgan bo'lardi. Boshqa hech kim emas. Ota-bobolarimiz fotografiyasiz yashash naqadar yomon ekanligini hatto tasavvur ham qilmaganlar. Ritsellar salb yurishlarga ketayotganlarida go'zal xonimlar tasvirini yonlarida olib yurishdan mutlaqo mahrum edilar. Endi esa komandirovka ketayotgan kishi uchun bu muammo emas. Ivan Grozniy zamondoshlari masalan, yozuv stollariga monarxlarning suratini qo'ya olmas edi. Chunki u vaqtda fotografiya hali yo'q edi. Bu kunda esa haykaltarosh qabrini qazib, u yerdan bosh suyakni olishga va unga qarab, katta qiyinchiliklar bilan Ivan Vasilyevich portretini yaratishga majbur. Darvoqe, haykaltarosh zamondoshlari portretning xuddi quyib qo'ygandek o'zi ekanligini ta'kidlashyapti. Agar Grozniy davrida fotografiya bo'lganda, podshoh huzuriga fotografni chaqirar. U podshohni suratga olib, evaziga boshidan ajragan bo'lardi. Lekin mustabid hokimning haqiqiy surati hozir maktab darsligida. Fotografiya paydo bo'lgunga qadar yashash qimmat edi. Kishi o'z suratini chizdirish uchun qandaydir Leonardo da Vinci, Rembrandt yoki Kiprenskiylarga hozirgi arzon bahoga qaraganda 18 va 24 kattalikdagi o'zining haqiqiy siymosi uchun bir necha marotaba ko'p pul to'lagan bo'lardi. Fotografiyadan kino, televideniye va hozirgi zamon tasviriy san'ati paydo bo'ldi. Ammo rassomlar fotograflardan uzoqlashsalar-da, lekin fotograflar rassomlarga astoydil yaqinlashmoqdalar. Aslmedia.net taqdim etadi.
Vladimir Antonovich Areshnikov hozirgi vaqtda qiyin ahvolda qolgan Zamondosh atelyesida fotograf bo'lib ishlardi. Dekabr oyining oxiri qoida bo'yicha plan bajarildi deb raport berilishi kerak. Lekin nima deb raport berishadi? Bizning shuhratli tarqalgan fotografiyamiz xavf ostida turibdi. Lekin ahvol qanchalik yomon bo'lsa, kollektiv shunchalik jiplashishiga aminman. Qanday takliflaringiz bor? Moliyaviy plandan qutulish chorasini izlab, kollektiv hayol surardi. Hozir hech kim suratga tushmaydi. Nimaga endi, Volodya? Nima, ularning boshqa ishi yo'qmi? Hozir ular yuvinish, taranish taraddudida. Magazin yurib, apelsin, archa, shampanskiy xarid qilishyapti. Shuni ham tushunmaysizlarmi? Xo'p, nimani taklif qilasiz? Xo'sh, menda kichkinagina bir antiqa fikr bor. Qani Volodya, gapirchi, fikringni eshitib ko'raylik. Qani marhamat qilib aytinglar-chi, piyesasiz qolgan teatr nima ish qiladi? Hech narsa qilmaydi. Bo'lmagan gap. Artistlarning o'zlari piyesa yozishadi. Xo'sh, hushyorxonada plan bajarilmasa nima qilishadi? O'zlari mast bo'lishadi. Barakalla. Qisqasi, hech kim suratga tushmasa, o'zimiz suratga tushishni taklif qilaman. Sizning kulgingizni Lida Sergeyevna haqorat deb hisoblayman. Vladimir Antonovich, yomon fikr aytgani yo'q. Menimcha, uni muhokama qilsak arziydi. So'z mahalliy komitetimizning raisi Aleftina Vasilyevnaga. Aleftina Vasilyevna shu kungacha turmushga chiqmagan bo'lib, juda g'ayratli ayol edi. U bisotidagi ayollarga xos barcha nazokat va mehribonligini jamoat ishiga sarf etardi. O'rtoqlar, biz hech kimga tashviqot ham qilmaymiz, hech kimni majbur ham qilmaymiz. To'g'ri, bu har kim uchun ixtiyoriy. Lekin har kim o'z ongliligini ko'rsatishi uchun navbatdagi imkon tug'ildi. Har kim har vaqtdagidek qalb amriga, grajdanlik burchiga quloq solishi kerak. Xo'sh, masalan, men 3 xil vaziyatda tushmoqchiman. Old ko'rinishdan, yon tomondan, butun bo'yimga. Ira yozib qo'y meni. Men ham 3 xil tushaman. Biz ham Ira bilan tushamiz. Lekin 3 xil ko'rinishda shu qimmatli qiladi. Nima, sizlar boshqalardan nochormisiz? Ularning ahvolini tushunish kerak. Ular kvartiracha pul yig'ishyapti. kerak. Ira erga tegar ekan deb endi planni bajarmasligimiz kerak ekan. Yaxshi, tashvishlamang. Hammayli Yura bilan 3 xil ko'rinishda tushamiz. Menda bunday taklif bor. O'zim ham suratga tushaman. Oyimni ham olib kelaman. Ajoyib fikr. Mana qarindoshlarim jalb qilinyapti. Xo'sh, men masalan bola chaqalarimni, xotinimni hammasini olib kelaman. Planni bajarish evaziga olgan mukofot pulimiz suratga ketadigan xarajatlarni ham qoplamasa kerak deb qo'rqaman. Maqsad bundan foyda ko'rish emas. Biz bu taklifni kelajagi porloq deb hisoblaymiz. Qolaversin, Lida Sergeyevna, sizni suratga tushishga hech kim majbur qilayotgani yo'q. Tushavering, Lida Sergeyevna. Balkim ko'rishga arzigudek birorta surat bo'ladi-ku axir. Bo'lmasa ishni birgalikda suratga tushishdan boshlaymiz. Bu taklifni hamma bir ovozdan ma'qulladi. Atelye xizmatchilari bir-birlariga juda mehribon edi. Ularni hech narsa ajrata olmasdi. Aksincha, ular nihoyatda inoq, do'st edilar. Shunday, yaxshi. Yaxshi. Qani? Diqqat. O'rtoqlar, bir minutga tarqalmay turinglar. O'rtoqlar, oramizda kimdir yordam kassasiga a'zolik vznoslarini yig'adigan bo'lishi kerak. Petya bor. Petyani ozod qilishimiz lozim. U juda ham ko'ngilchang bu ish uchun. Bundan tashqari oramizda uning hech qanday obro'si yo'q. Kimni taklif etasiz? Kirill Ivanovich, men bugun o'zining tashabbuskorligi bilan ko'rsatgan Vladimir Antonovich. Yo'q, men minnatdorman, lekin men bu ishga rozi emasman. Sabab? Rozi emasman. Bilasizlar, birinchidan men eplay olmayman, ikkinchidan rastarat qilib qo'yaman, uchinchidan meni haliga qamab qo'yishadi. Bu sabab emas. Ovozga qo'yamiz o'rtoqlar. Axir mendan boshqa odam bordir. Tashabbuskor bo'lmaysan, og'ayni tushunding. Petya, mahalliy komitet qutisini kalitini ber. Marhamat. Ha, aytganda vedomosni ol. Ma. Albatta, bu men uchun katta sharaf. Qismatim shunday ekan, qani puldan cho'zinglarchi. Qayoqqa? Odamlar. Petya. Yura.
Bu qanaqasi? Bu qanaqasi? Lidiya Sergeyevna, hech bo'lmasa siz menga rahim qiling. Qo'ysangchi, Volodya. Lidiya Sergeyevna, siz qasddan to'lamovchi ekansiz. Mana buni qarang. Mana shuda. Kishi amalga mindi-yu, darrov buzildi. Siz uylanishingiz kerak, Volodya. Jon berdim-u, ammo kimga uylanay? Shahrimizda men shubhasiz sizni tanlardim. Lekin afsuski sizni eringiz bor. Ha, lekin siz ham bo'sh emassiz. To'laysizmi? Alevtina Vasilyevna. Meni qanaqa ishga qo'ydingiz? Nima bo'ldi? Bo'lmasa o'zingiz o'rnak ko'rsating. Volodya, meni hozir pulim yo'q edi. Qarz oling. Kimdan qarz olay? Mendan oling, qarz beraman. Aytganday, o'zim ham to'layman. Kirill Ivanovich, kechirasiz. Uznoslar sepib qo'yishim kerak edi. Yaxshi. Fotografiyaning Lidiya Sergeyevnadan tashqari hamma xodimlari viznos yig'ishga butun bir ish kunini sarflagan Areshnikovga taslim bo'ldilar. Boshimga balo bo'ldi. G'urbat ekan. Kechirasizlar. Tushunaman, beodobgarchilik qildim. Lekin men shu bugun bu yerda yolg'iz qolishim juda ham zarur edi. Nimaga? Bu sir. Qolganini ertaga o'pisharsizlar. Xayr. 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 Qayerlarda tentirab yursan? Men charchab keldim. Ovqating tayyormi? Bilaman. Sen magazin izg'ishim, ovqat pirishim, idish tovoqlarni yuvishim uchun menga tekkansan. Yetar, jonga tegdi. Ha, men kelishgan emasman.
Keyin mashhur futbolchi ham, zamonaviy shoir ham emasman. Oddiygina rentgenologman. Kun bo'yi qorong'ida o'tiraman. Men seni sevaman, faqat seni tinchlan. Sen meni tashlab ketasan. Tashlab ketasan. Aytganda yaxni pishirib qo'ydim. Dedichka. Nimaga bunchalik kechikib kelding, ha? To'liq hisobot berishim mumkin. Marhamat. Manikyur qildirmoqchi bo'ldim, ammo sartaroshxonaga yangi yil oldidan yo'la bo'lmaydi. Ish vaqtida sartaroshxonaga borib kela olmadingmi? Bora olmadim, bizda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilish. Yolg'on gapirishdan avval o'ylab ko'rsang bo'lardi. Bilasanmi, biz planni bajarmadik. Planni bajarish uchun bir-birimizni suratga olishga qaror qildik. Mazali bo'pti. Balki sen ham borib suratga tusharsan. Bir kamma menda suratga tushish qoluvdi. Seni bunday qilishingga ortiq chiday olmayman. Ey Xudoyim, men sho'r peshonani buncha qiynamasa, vaqt qolmadi. Agar Lidiya Sergeyevnani oiladan tinchigan deb hisoblasak, Alevtina Vasilyevnaniki esa ancha murakkab edi. Kuyov keldi. Salom. Salom. O'tir. Rahmat. Xo'sh. Meni ismim Ivan Stepanovich. Familiyam bo'lsa Kalashov. Senikchi? Ali. Alevtina. Choydan iching, choydan iching. Fotografiyada ishlaysan. Ha. Qabul qiluvchi bo'limmi? Ha. Durust ekan. Bizda hamma ish ham sharafli. Murabboing shirin bo'pti. Ha, qizim juda ham yaxshi pishiradi. Kelasi safar kelganingizda u olmali pirog pishirib beradi. Yana kelishga vaqtim bo'lmasa kerak. Nimaga? Negaki ishim juda ham serg'alva ish. Hafta ba'zan direktorman. Qarang. Ancha o'tirib qolmam bu yerda. Xo'p, men ketay. Mehmondorchilik uchun rahmat. Yo'qol, ikkinchi marta uyimga qadam bosa ko'rma. Kelmayman ham. Tashvishlanmang. Bunaqada qizimizni hech qachon erga bera olmaymiz. Bor, uni kuzatib qo'y. Kerak emas, qo'ying voy. Madorim qolmadi senga kuyov qidiraverib. Sizni kuzatib qo'yaman. Mayli. Otang baqira olgan. Harbiy adam deyman. Iste'foga chiqqan. Namcha kelmasa. Unga bu nash yoqmayapti. Sengachi? Menga ham. Bo'lmasa nimaga kuzatgan chiqding? Oyim aytdilar. Qalayman senga, yoqdimmi? Uncha kelishgan emassiz. O'zing ham pulli qolmasan, ha? Shuncha yoshga chiqib uylanib nima qilasiz?
yo uy xizmatchisi kerakmidi? Axir boshqa ishga yaramaysan-da. Mana siz Ivan Stepanovich meni xunuk deb o'ylaysiz. Lekin xunuk emasman. Aybim kambag'allik xolos. Qani endi men bigiz boshni tufli olsam, nafis paypoq, jersey kostyum, modeli palto olsam. O'shanda meni har qanday yigit olardi, keyin sizdagi ro'dapo bilan yurmas edim. Marhamat. Salom Olya, bu men. Salom. Nomuncha kech. Shunday, sefni o'mardim. Judayam ko'p o'mardingmi? Ko'p emas, 20 so'm. Menga qara Olya. Menga 3% zaymini obligatsiyasidan bersang. Marhamat. Meni qo'lim baxtli. Mana bu nomer 10,000 so'm yetadi. Shak shubhasiz. Bo'lmasa sotib olmagan bo'lardim. Olya, aytchi. Sen menga qanday qaraysan? Tentaksan. Sevaman. To'g'ri, o'zim ham sevaman, bu tushunarli, lekin senga meni nimam yoqadi? Nima desam ekan? Xushbichimsan? Bu to'g'ri. Lekin semizman-ku. Hech hamda. Yo'q, yuzimga qaragan qanaqa ekan? Judayam chiroyli. To'g'ri-ku, ya. Lekin sendan kattaman. Er xotinidan katta bo'lish kerak. Senga nima bo'ldi? Nima, aynab qoldingmi? Yo'q, nimaga aynab qolar ekanman? Keyin afsuslanib yurishingni xohlamayman. Shu qadar go'zalsanki. Direktor so'zining ustidan chiqib, oila a'zolarining hammasini olib keldi. Ular ko'p emas. Atigi 16 jon ekan. Salom Aliya. Nima keldingiz? Suratga tushgan, ha? Nima, shaharda boshqa fotografiya qurib ketdingizmi? Sizlarga hammasidan yaxshi. Ha, yaxshi tushibsan. Gul bilan tushasizmi? Bo'ldi, kesatma. Senga olib keldim. Qishda qimmat turishini bilasan-ku o'zing. Namuncha saxiyligingiz ketdi? Gap bunday. Meni tushunalifdinglar. Men tun bo'yi mijja qoqmay xo'p o'yladim. Taroziga solib ko'rdim. Xullas sendan yaxshisini topa olmas ekanman. Yoshim manchaga borib qoldi. Ko'p ham ko'rkam emasman. Xo'sh, qorin bo'lsa o'siyapti. Kalla esa aksiga orqasiga qarab ketyapti. Xo'sh, xullas biz ikkalamiz ham o'zikka ko'z qo'ygandaymiz. Senga men xiyonat qilmayman. Har qanday odam xushomad qilsa ham sen ham xiyonat qilmaysan. Shunaqami? Nima deyapsiz o'zi? Menga sevgi izhor qilyapsizmi? Bir narsa dedimmi senga ajablanadigan gap aytganim yo'q-ku axir.
Men seni sevaman, keyin maoshimni ham bir tiyinigacha olib kelib turaman. Boshqa kim ham tegardi menga? Ivan Stepanovich, erga tegishni istayman. Juda ham istayman. Agar bilsangiz edi, bu haqda doimo o'ylayman. Juda ham yaxshi. Seni xo'rlaydigan kishi bilan birga yashagandan ko'ra qari qiz bo'lib o'tgan afzal. Namuncha qizishmasang. Men axir chin ko'ngilda aytyapman. Xaraktering ham yoqadi. Rost qo'ysan, keyin men ustiga o'zingga ma'lumki, men tulman, uylanishim kerak. Men qara kinoga ikkita bilet olib kelaman, boramizmi? Nima deysan? Boramizmi? Vladimir Antonovich, mana bu o'rtoq suratga tushishga kelibdi. O'zingiz shug'ullaning. Bilasizmi? Ajoyib bir kompozitsiya qilamiz. Erkak va gul. Yo'q, keragi yo'q. Nima uchun? Siz qo'rqmasa san'atkorga ishonavering. Hech hamda hammaga ishonsa ham san'atkorga ishonish qiyin. Kepoy benayrang abstraksiya solaver. Unda to'ppa-to'g'ri mana bu yoqqa qarang. Obyektivga. Volodya, kechirasiz. Ustim berib tur. Petiya bilaman, sen kambag'al odamsan. Shuning uchun ham qarzingni o'z vaqtida berasan. Tayyorlaning. Senga jon deb berardim-ku, lekin afsuski hech pulim yo'q. Olyapman. Menga qara Volodya, juda bo'lmasa yordam kassasidan berib tura qol. Volodya, bu yoqqa qaravering. Hozir ularni ishlatib qo'yganman. Bo'ldi. Bu tam Parvardigorning o'zi bersin. Volodya, sandiqni oching va pullarni cho'zing. Nega endi? Kerak bo'lib qoldi. Ha. Nima bo'la, biriktirib olganmisizlar? U pulni birinchi bo'lib men qarz qoldim. Qanday qilib? Mana bunday qilib. Qarang. Marhamat. Tilxat, imzo, muhr. Endi nima qilamiz, Volodya? Biz eski yilni doim xursandchilik bilan kuzatardik. Nima, unutdingizmi? Bilasizmi azizlarim, agar shunday savob ishga kerak ekanligi yodimda bo'lganida, hech qachon sarf qilmagan bo'lardim. Bilasan-ku, baribir ham hech kimga kerak bo'lmay sefda yotardi. Uni nimaga sarfladingiz, Volodya? Obligatsiya sotib oldim. Menga 400 so'm juda ham zarur edi. Nima uchun endi 400 so'm? Kerak-da. Fotoapparat olmoqchiman. Mana buni laboratoriyaga berib qo'ying. Hech ham tushuna olmayapman. Namuncha tashvishlanasizlar. Ertaga haqiqatan ham men yutaman, bu tabiiy. Keyin 20 so'mini sandiqqa. Bu ko'pchilikni mensimaslik, Volodya. Kollektiv pulni sizga ishonib qo'ysa-yu, siz uni o'zingizga sarf qilsangiz. Hayronman, nega u tashvishlanadi? Xo'p, yaxshi, ertaga men yutmadim deyaylik. Lekin bu aqlga to'g'ri kelmasa ham, u holda pulni ham, hurmat ehtiromni ham yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Bizga tegadiganini olib kelishni unutma. Ham yemasang ham bo'ladi. Mana archa olib keldim. Seni sevgan balig'ingni ham. Lidiya Sergeyevna o'ziga kelganda u yerga g'alati o'g'ri tushganligini payqadi. Qizig'i shundaki, o'g'ri ayollar narsasidan jirkanar, ularning o'zidan esa nafratlanar ekan. Buni ustiga u xat ham yozib ketibdi. Seni hech narsani olmadim.
O'ylasam, Olya. Hamma katta san'atkorlar o'zlarining sevimli kishilarning portretlarini avlodlarga qoldirganlar. Bu yoqqa o'tir. Suratingni olaman. Yo'q, bunday emas. Sal chaproqqa. Shunday. Olya, menga faqat unday qarama. Lekin boshqacha qarolmayman. Shunday ajoyibsanki. Lekin sen meni san'atdan chalg'ityapsan. Ha, mayli. San'at bilan kelasi safar shug'ullanarman. Portret nima bo'ladi? Apparatni burib qo'y. U bizga qarayapti. Hozir 10,000 so'mlik yutuq o'ynaladi. Yutuq 48,206 seriyali obligatsiyaga chiqdi. Nomeri 42. Shu seriyali obligatsiyaning qolgan 49 nomeriga 40 so'mdan yutuq chiqdi. Shoshmanglar. Men shu yerdaman. Mana o'sha obligatsiya. Qadrli o'rtoqlar, 10,000 so'mlik yutuq shahrimizda yashovchi fotografiyaning kamtarin xodimi Areshikovning obligatsiyasiga chiqdi. Kelinglar, uni tabriklaymiz. Endi navbatdagi yutuqlar o'ynaladi. Shoshmang. Nima gap? Bas qiling. Haliga meni ishim nima bo'ladi? Qanaqa ishingiz? Axir kutganman-ku. Nimani? Nimani kutyapsiz? Pulni-da, pulni. Qadrli o'rtoq, sizni quvonch hayajonlantirib yuborganini tushunaman. Sizni xursandchiligingiz albatta bizning ham xursandchiligimiz. Men sizni tushunaman. Siz yutug'ingizni borib omonat kassadan olishingiz mumkin. Ura! Shunday. Ura! Mana sizlarga o'rtoqlar, endi navbatdagi yutuq. Nima bo'ldingizmi? Yaxshi yapsiz. Endi navbatdagi yutuq o'ynaladi. O'rtoqlar. Bu bizning mahalliy komitetimizning raisi, ajoyib ayol. Birodarlar, kelinglar, uni ham tabriklaymiz. Aliftina Vasilyevna, mana o'sha obligatsiya. Esingizdami? Nomeri ham hammasi to'g'ri keldi. Nomeri ham. Bu kishi ishimizni davom ettirishga xalaqit beryapti-ku.
Bir minutga mumkinmi? Iltimos, bu kishini qayoqqa ketayotgan bo'lsa, o'sha yerga olib borib qo'ysangiz. Bunaqada obligatsiyasidan ham ajralib qoladi. O'rtoqlar, endi navbatdagi yutuq o'ynaladi. Rahmat. Hammasi to'g'ri keldi. Hamma to'g'ri. Grajdanlar, chetroq turinglar, iltimos, chetroq turinglar. Hamma o'z joyini egallashini so'rayman, o'rtoqlar. Darrov obligatsiyasini qaytarib bering. Qoyli. Marhamat, men bilan yuring. O'rtoqlar, do'stlarim, hammamiz uchun quvonchli bo'lgan haligi kunda hayajon olyapman. Bilasizmi, haligi nima edi? Shunday kunda sizlarga to'lib toshganimdan tilaklarimni aytmoqchi edim. Pullaringizni omonat kassalarda saqlanglar. 3% zayon obligatsiyasidan sotib olinglar. Hayotingizni sug'urta qildiring. A'zoli vizdoshlarni o'z vaqtida to'lab turinglar. Qayerga kuzatib qo'yishni buyuradilar? Zamondosh fotografiyasiga. Hali ish vaqti tugagani yo'q. Menga faqat tiraj o'ynalayotganligi uchun ruxsat berishgan edi. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Boshliq sizmisiz? Ha, mana. Nima gunoh qilib qo'ydi? Qilgan gunohi yetti uxlab tushingizga kirmagan. Mana bus-butun, tanijoni sog' salomat holda qabul qilib oling. Kirilivanch. Men xullas 10 ming so'm yetdim. Eshikni ochib zalga kirsam, odam liq to'la. Arishinko sahnada turib qandaydir obligatsiyani silkityapti. Qarasam, uni hamma olqishlayapti. Tabloda esa 10 ming raqami. Do'stlarim, marhamat qilib meni tabriklanglar. 10 ming so'm yetdim. Volodya, men sizni tabriklayman. Primadonna, endi men millionerman. Meni ham tabriklashingiz mumkin. Nima bilan? Janjalkash, pastkash erimni uydan haydab yubordim. Lidiya Sergeyevna, bilasizmi, agar men sizni eringiz bo'lganimda hech qachon siz bilan janjallashmasdim. Jonginim. Aytgandek, shuncha bo'ydoq yurganingiz yetar. Endi imkoniyatlaringiz ham ortdi. Lidiya Sergeyevna, iltimos qilaman, o't bilan o'ynashmang. Men kuyib qolishdan qo'rqmayman. Umuman biz sizning yutug'ingizni nishonlashimiz kerak. Jonim bilan. Buni menikida qilsa ham bo'ladi. Men sizga adresimni yozib beraman. Petya, eshitgandirsan, 10 ming so'm yutdim. Juda ham dovdirab qoldim. Hatto nima sotib olishga ham hayronman. Xo'sh, birinchidan yutganingda juda xursandman. Ikkinchidan esa men hammasini hisoblab chiqdim. O'tir. O'tir. Sen shu pulga 3484 ta yarim litrlidan olishing mumkin. Shunda ham zakuskasiga yana 92 ting ortib qoladi. Agar sen kuniga 1 litrdan ichsang, 1 litrdan? 1 litrdan. Bilasanmi qanchaga ketadi? 5 yilga. Qo'ying. Keyin yana shishalarini sotsang bormi? Ola. 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 Topqinchi. Menga nima bo'lganini topqinchi. Senga nima bo'pti, bilmayman. O'zim aytib beraman. Esingdami? Sendan obligatsiya olib, baxtli nomerini topib bergin degandim. Xo'sh. Bugun tiraj o'ynaldi. 40 so'm yutdim degan. Ko'p. 100. Ko'p. 500. 1000. Ko'p. Demak 2,5 ming yutkazdi. Ola, ko'p. 5000. Muncha qo'rqasan, ko'proq aytaver. Nahotki sen yutding? Ha, xuddi men. Qanday dahshat. Nega? Nega endi? Axir men yutqizmadim-ku, yutdim-ku. Endi men qanday yashashni bilaman. To'g'ri, baxt pulda emas, lekin pulsiz juda yomon. Meni shu vaqtgacha omadim kelmayotgan edi. Bilasanmi, omadim kelmayotgan edi. Endi bunga chek qo'yaman. Biz Moskvaga ko'chib ketamiz. Aytgandek, menga qara, mashina haydashni bilasanmi? Yo'q. Hech qisi yo'q, o'rganib olasan. Bilasanmi, qanaqa uy sotib olamiz? Bir yo'la 2 xonaligida, kechirasiz. Kooperativnikidan.
qarz bo'lib siqilib yurganimizdan ko'ra, pulini bir yo'la to'lab qo'ya qolamiz-a. Hozir esa o'yla. Ikkalamiz pullarni sovurishdan boshlaymiz. To'g'ri, pul hozir yonimda yo'q, lekin biz uchun buni hech qanday ahamiyati yo'q. Shunday xomaki hisoblab ko'ramiz. Bu xuddi bosh repetitsiyaday bo'ladi. O'yla, qara o'g'rilchi. Patoying eskirib ketgan ko'rinadi. Qani, bu yoqqa yurchi. Menga qarang, sizlarda durustroq narsa topiladimi? Xotinimga shuba kerak edi. Qora ko'zonadan bor. Ko'rsatsangiz. Qani? Kiyib ko'rchi? Bu yoqqa o'ting. Marhamat. Voy, qanday ajoyib, a? Juda yaxshi. Qancha turadi? 2900. Nima? Eski puldami yo yangi puldami? Yangi pulda. Dengiz kalamushi 29 ming turadi deng. Bu bebangarchilikdan boshqa narsa emas. Dengiz kalamushi boshqa. Bu ko'zona bo'ladi. Ha, bu bizga qimmatlik qiladi. To'xtang, qayoqqa? Bu qancha turadi? 1400. Shu qo'y terisi-ya? Arzonroq bahoda biror narsa topiladimi? Topiladi. Nelon sigekas. Buni tekinga ham olmaymiz. Menga qarab o'yla. Shuban nima keragi bor? Marhamat. Sen menga shundoq ham yoqasan. Yana bu yangi yil savdosiymiş. Kulgili. Yo borib mebel ko'ramizmi? Keragi yo'q. To'g'ri. Mebelda bizga nima kerak bor? Nima meshalarmidik? Ke, yaxshisi apelsin olamiz. Kilosi nechi pul? Apelsin nabori bilan sotiladi. Qanaqa nabor bilan? Qanaqa bo'ladi? 860 tiyin. Haykalcha nimaga kerak? Joyiga qo'ying grajdanin. O'g'irlik bu. Eski modam bering. Kechirasiz. O'yla, shoshma, qayoqqa? Senga nima bo'ldi? Sen menga yoqmayapsan. Qo'ysang xafa bo'lma, men qizg'anchiq emasman. Shunchaki rejali odamman. Bo'ldi, sen ortiq ko'rishni istamayman. Nima deyapsan? Menga shu la'nat obligatsiya kerak deb o'ylaysanmi? Mana. Yo bo'lib ketmaydimi? O'yla. Kechirasizlar. Nima jahurlik qomiding? Mana bu joy bo'shmi? Ha, bemalol. Areshnikov Lidiya Sergeyevnaning erini hech qachon ko'rmagan edi. Lidiya Sergeyevnaning eri ham Areshnikovni ko'rmagan edi. Ularning ichida dardlari ko'p edi. Shuning uchun ham ular tanishga nisbatan biror notanish odam bilan hasratlashishni ma'qul ko'radilar. Uydan ketib qoldim. Ehtimol yaxshidir. Lekin faqat mana bir rasvo sardelkani yeyishga to'g'ri kelyapti. Nima, xotiningiz mazali ovqat qiladimi? Ha, yo'q, o'zim qilardim. Men bugun o'zimnikiga shu bo'g'a bermoqchi edim. Bilasizmi? U kishiga faqat kuzanidan kerak emish. Meniki esa hech qachon uyga vaqtda kelgan emas. Kim biladi qayerda tentirardi. Yaqinda uyga kelganini bilmoqchi bo'ldim. U shunday hayosizlarcha aldadiki, go'yo bilasizmi, sartaroshxonaga borgan emish. Dahshat, dahshat. Men esa bugun o'zimnikiga eski mo'o bermoqchi edim. Ularning hammasi bir go'r. Yo'q, menga shunaqa xotin kerakki, ko'chada yurganimizda hamma havas qilib qarasin. Ha. Menga aksincha.
muloyim, kamtar xotin bo'lsin. Hatto chiroyli bo'lmasa ham mayli. Bugun kechqurun nima qilmoqchisiz? Bilasizmi, meni bir tanishim bor. Juda ham dilbar ayol. Aytganda erini haydab yuboribdi. Eri janjalkash yaramas odam ekan. Shunaqasi ham bo'ladi. Adresi bor. Agar xohlasangiz men birga boraman. Yo'q demayman. Faqat vino-pino olsak bo'larmidi? Mayli. Shunday qilib Areshnikov yangi tanishini uning sobiq xotininikiga boshlab ketdi. U esa hali bundan bexabar edi. Tanishining qayg'uli qalbi kecha o'zi mebelini olib o'tgan ko'chaga yetganlarida birinchi bor bezovtalana boshladi. Ular u ro'yxatdan o'tgan uyga yetib kelganlarida bezovtaligi yana ham kuchaydi. Uyda 3 ta yo'lak bo'lishiga qaramasdan, ammo xuddi o'sha yo'lakka kirdilar. Sobiq er boshqa qavatga ko'tarilsa kerak deb hali ham umid qilardi. Biroq umidi puchga chiqdi. Lekin ularning qarshilarida 4 ta eshik turardi. Baxtsiz er mo'jiza ro'y berishini kutardi. Afsuski, mo'jiza ro'y bermadi. Shoshma. Adashmadingmi? Unda chaqiraver. Salom. Salom, Volodya. Yaxshimisiz? Salom, Lidiya Sergeyevna. Bemahal kelganligim uchun kechirasiz. Tanishim bilan kelgandim. Tanishing. Marhab. Kim u? Volodya deganing kim? Nima uchun senikiga tunda tanishlari bilan keladi? Yo tavba. Yo'q, to'xta. Iltimos, faqat bu yerda to'polon qilmang. Qani kelinglar. Ikkovingiz ham. Xo'sh, balki biz o'tirarmiz. Dik turasan. Mebelni nima qilding? Bu meni mebelim. Sen hech narsani olmadim. Gapni bo'lma. Yaxshisi buni kimligini ayt. Biz birga ishlaymiz. Ismi sharifingiz? Sen ishing emas. Xo'p, yaxshi. Azizim. Sen azizing emasman. Sizni nima deb atashga ham hayronman. Bilasizmi, men bugun 10 ming yutgan edim. Buni Lidiya Sergeyevna bilan nishonlamoqchi bo'luvdik. Shu munosabat bilan men sizni bu yerga olib keluvdim. 10 mingni sen yutginu binoga men to'lar ekanman. Sen qayerdaligini unutdingmi? Oydaman. Men xushzoring aytganidek azimat janjalkash odam sifatida sen haydab yuborgan o'sha o'ydaman, bildingmi? Buni bo'ynimizga qo'yib berasiz, men xushtor emasman. Biz birga ishlaymiz. Bu baribir. Baribir bo'lsa, nega xushtor dedingiz? Kim bo'l? Sen men bilan qaysi ma'noda gaplashyapsan? Sen men bilan qanday gaplashyapsan? Xo'sh, sen bilan qanday gaplashishim kerak? Siz xizmatdosh ham emassiz, xushtor ham. Gaplashuvchisiz, Volodya. Oxirgi marta sendan so'rayapman, qani gapir, bu yerga nimaga kelding? Men ham senga oxirgi marotaba aytyapman. 10 ming so'm yutdim. Eshitdim. 10 ming so'm. Eshitdim. Qani gapingda mantiq? Agar u bilan meni aloqam bo'lganida, seni menga nima keraging bor edi? Seni bu yerga ergashtirib kelmagan bo'lar edim. Ha, gaping to'g'ri. Davolanishing kerak. Ha. Yaxshi, hozir undan kechirim so'ra. Xo'p, men boray. Shoshma. Kechamiz. Mayli. Maslahatim xotining bilan yarash. U yaxshi ayol. Rahmat. Undan yaxshisini topolmaysan. To'g'ri, undan yaxshisi yo'q. Meni ham hayotim yaxshi emas. Hey, 10 ming so'm yutgansan-ku. Charchadim. Mavsumiy biletlarga, pasportga surat olaverib charchadim. Hayot oqimini suratga olishni istayman. Qani endi Aganoqda APNda ishlasam. Olaver, kim senga xalaqit beryapti? Nom chiqarishni istayman. Bemalol nom chiqaraver.
Tushunmaysan. Men yo'qman. Nolman. Mana bu to'g'ri. To'g'risini ayt. Meni qiynama. Nega xotinimni oldiga keluvding? Axir men 10 ming yutgan edim. Lidiya Sergeyevna Areshnikovdan o'ch olmoqchi bo'ldi. U o'ch olishning shunday bir yo'lini topdiki, buni faqat zamonaviy xotinlargina qilishi mumkin. U uni xanjar bilan o'ldirishni, zaharlashni yoki ketidan odam qo'yib o'ldirishni o'ylagani yo'q. Uning o'chi ham zamonaviy ruhda edi. Alevtina Vasilyevna, siz mahalliy komitet raisi bo'lganingiz uchun siz oldingizga keldim. Endi kun tartibidagi ikkinchi masalaga o'tamiz. So'z Kirill Ivanovichga beriladi. Qadrli do'stlar, Uchot ketyapti. E'lonni osib qo'ymiz u. Men nima ishim bor? Suratimni olgani kelganman. Bir minutga. Kirill Ivanovich. Ha? Qandaydir bezori suratini olgani ketdi. Aha, nachora, biroz tanaffus qilamiz. Alevtina Vasilyevna, bu sizga tegishli. Chiqib hal qilib jo'nating. Bu yerda tartib bormi yo'qmi? Shuncha taqillasam ochmaysanlar. Bizda uchot ketyapti. Uchot emish. Suratimni olgani keluvdim. Keyin seni ham bir ko'rib o'tay dedim. Kvitansiyani bering. Ma. Marhamat. Bo'ldimi? Muncha shoshmasang, ko'rib olishim kerakmi axir? Yaxshi tushar ekanman. Uyingizga borib tomosha qilarsiz. Meni vaqtim yo'q. Qo'paliqma. Balki suratni senga hadya qilmoqchidirman. Aytyapman-ku boshqa safar deb. Xo'p desangiz, siz bilan bugun kechqurun uchrashishga ham roziman. Ruchkani ber bu yoqqa. Ha? Nima munchalimay tikilib qoldinglar? Ha? Gap bu yoqda deylar. Musobaqa. Durustmi, yomon emas. Ikkinchi masala shaxsiy ish. Areshnikov kim o'zi? Fotograf. Nima ish qilgan ekan? Nima kerak bo'lsa o'shani. O'rtoq, siz bizga xalaqit beryapsiz. Iltimos, suratingizni oldingizmi? Davoyingiz yo'qmi? Vaqtimizni olmay bu yerni bo'shatsangiz. Sen kimsan o'zing? O'rtoq, bu yerda bezorilik qilmasdan tezroq chiqib keting. Bo'lmasa militsiya chaqiramiz. Shunaqami? Qani men shikoyat daftarini beringlar. Sizlarni qaranglar u. Fotografiya yopiq, shikoyat daftari berilmaydi. Qanjo'nab Qo'lingni tort deyapman senga. Tirancho. Ish vaqti mayli ish vaqti qilasanlar, to'xtab tur. Hali meni bilmas ekansizlar, sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Qo'rqitmay qo'ya qoling. Kim bo'l? Sen kim bo'lsan? Men seni tanidim. Sen meni suratga olgan eding. Qalay, yaxshi chiqibsizmi? Juda ham zo'r. Xo'sh, kimga fursagini qoqyapsizlar? Meni. Nimaga? 10 ming so'm yutgan edim. Ularga bo'lsa alam qilyapti. Pulingni tortib olishmoqchiman. Berma. Hali ham beradigan ahvol yo'q. Nima gap, grajdanin? Gap shuki, men majlisda qatnashmoqchiman. Men ham kasaba soyuzi a'zosiman. Mumkin emas. Nimaga? Bu kollektivning ichki ishi. Kasaba soyuz mehnatkashlardan yashiradigan hech qanday ish yo'q. Ha? O'zing kimsan? Direktorman. Ha, direktorman. Nima edi? Ha, nima qilibdi? Mayli, bu o'rtoq ham qatnashaversin. O'ylab gapiryapsiz, Vladimir Antonovich. Axir bu bema'nilik. Alevtina. Jim bo'l. Qayerda bo'lyapti maylis? Meni ham boshlaydi. Marhamat, bu yoqqa. Marhamat. Yo'q, u yoqqa emas. Mana bu yerda birga o'tira qolaylik. Sen qo'rqma. Seni xafa qildirib bo'lman. Ularni yolg'iz qoldirmaslik kerak. Lidiya Sergeyevna, shoshmang. Nega endi? Maslahatlashib olishsinmi?
Qadrli o'rtoqlar, biz butun shahrimiz xuddi ahil bir oiladek kelayotgan yangi yilni munosib kutib olishga tayyorlanayotgan shunday ajoyib bir paytda yashayapmiz. Ammo xodimlarimizdan biri kollektivimiz sha'niga dog' tushirib bizni sharmanda qilib qo'ydi. Afsuski, oramizda hali ham shunday odamlar bor. U meni gapiryapti. O'rtoqlar, o'zining yorqin va mazmunli dokladida o'rtoq Kolotyansev jamiyatimiz axloq qonunlarini mensimaydigan shaxslarning haligi sharmandasini chiqardi. Qisqasi shuki, mushuk kimni go'shini o'g'irlayotganini yaxshi biladi. Mushuk bu men. Bunga yo'l qo'ymaymiz. Yo'l qo'ymaymiz. Gap bunday o'rtoqlar, ma'nochilikni bas qilaylik. Men begona emasman, Aliftinani qaylig'iman. Balki men uni sevib qolgandirman. U begona emas ekan, ko'z o'dirishim keragi bor. Nima qilib qo'yganingni o'zing tushunasanmi? Uyalmaysanmi axir? Qo'sh nima qilman? Ana shu baxtli fikr meni miyamga kelganiga men aybdormanmi? Qani menga aytinglarchi, agar o'sha pullarni sizlardan rasmiy ravishda so'rasam, berarmidinglar? Xo'sh, berarmidinglar? Volodya, u pulni yolg'iz siz emas, balki hammamiz yutdik. Uyat emasmi? Nega hammangiz? Nega endi hammangiz yutgan men-ku? Axir u bizni a'zolik bizneslarimiz-ku. Lekin men uni o'g'irlaganim yo'q-ku. Men tilxat qoldirganman. Qiziq gaplarni gapirasizlar. Obligatsiyani bizga bering. Bermayman. Bu bizning obligatsiyamiz. Nima uchun endi sizlarniki, meniki? Baribir olib qo'yamiz, Volodya. Yaxshilikcha berib qo'ya qoling. Marhamat o'rtoqlar. Ogohlantirib qo'yaki, bolaligimda qattiq shug'ullangandimmi? Ana u hali nima bilan edi, haligi boks bilan. Nima qilmoqchisiz? Obligatsiyani olmoqchiman. Qoyil. Men qarshilik ko'rsataman. Volodya, siz oliyjanobsiz. Bilaman, ayol kishiga qarshilik ko'rsatmaysiz. 10 ming uchun qarshilik ko'rsataman. Butun kollektiv oldida-ya. Boshqa ilojim qolmaydi-da. Volodya, shuni bilingki, baribir obligatsiyani olamiz. Birovni cho'ntagiga tushishi odatdan emas. Bolalarni yoshligidan bunday qilmaslikka o'rgatamiz. Jamiyat manfaati uchun cho'ntakka ham tushishi mumkin. O'rtoqlar, qaranglar, u meni tunyapti. Mana. Gap bunday o'rtoqlar. Bu hozircha menda turaversin. Nima uchun? Rahmat, bu yoqqa bering. Men shoshilma Rashtikov. Hali hammasini aniqlaganimcha yo'q, lekin sal-pal tushuna boshlayapman. Qani o'tiraylik o'rtoqlar. Kirill Ivanchning 10 ta bolasi bor. Petya hammadan qarz, Ira bilan yuragi uy kerak. Siz xudbinsiz, Areshnikov. Lekin men haqman. Agarda ilojimiz yo'q ekan, balkim pullarni barobarga bo'lib olamiz. Meni boshqa taklifim bor. Yaxshisi shu pullarga katta bir ziyofat uyushtiramiz. Maza qilib kayf safo qilaylik. Keyin bo'lsa, buni eslab yuramiz. Nima uchun endi barobar bo'lamiz? Barobar. Ma'lumki, meni maoshim Aliftinanikidan-ku. Demak, menga puldan ko'proq tegishi kerak bo'ladi. Chiroyli xotinlar doimo befarosat bo'ladilar. Har holda chiroyli bo'lmagan hamma xotinlar shunday deb o'ylab o'zlarini yupatadilar. Vladimir Antonovich, siz bizni suqqaningizda men sizdan qarz olgan edim, marhamat oling. Nega buncha shoshilmasangiz? Demak, siz mendan ko'p maosh olasiz, dedishka shundaymi? Ammo 4 oydan beri bizdan to'lamayotganingizni unutibsiz shekilli. Bu yerda sizni hissangiz yo'q. A'zolik bizneslarini to'lamaganligi uchun Lidiya Sergeyevnani yordam kassasi a'zoligidan chiqarishni taklif qilaman. Kim qo'shiladi? Kim qarshi? Kim betaraf? Demak, bir ovozdan qabul qilindi. Yo'q, bu noto'g'ri. Shu pullarni hammaga albatta barobar bo'lish kerak. Shunday qilsa adolatdan bo'ladi. Menda boshqa bir taklif bor. Xo'p, yaxshi, sizlar ziyofatni xohlamaysizlar. Kelinlar o'z hisobimizdan otpuska olib, hammamiz Kavkazga ketamiz. Kavofxo'rlik qilamiz, vino ichamiz. Axir buni umrbod eslab yuramiz. Kecha, bas qil. Lidiya Sergeyevna, chiqib ketishingizni so'rayman.
Ketmaylik Sergeyevna. Valentina Vasilyevna, o'rtoqlar, nima qilyapsizlar axir? Yaxshisi o'zingizni o'ylab ko'ring. O'zingiz u pullarni hammasini tinchitmoqchi bo'lib yuruvdingiz. Ha, men uyatliman oldilaringizda. To'g'ri, men xunuk ish qildim, lekin sizlar bu ishingiz ham xunuk. Fojiaviy daqiqada nafrat sevgiga aylandi. Ba'zan aksincha bo'ladi. Yulg'ich ekansan-ku, og'ayni qoyilman. Ko'pchilikni puliga qo'shchilik qilib yuraman degan. Men bo'lsam laqma. Uni yonini olib o'tiribman. Xullas uni ham o'chirish kerak, haydash kerak. Ovozga qo'yaman. Kim qo'shiladi? Kim qarshi? Bir ovozdan qabul qilindi. Shoshma Volodya, shoshma. O'rtoqlar. Yaxshi, ziyofatni xohlamasanglar, Kavkazga borishni ham. Kelinglar o'rtada avtobus sotib olamiz. Birgalashib salga chiqamiz, baliq ovlaymiz, vino ichamiz. Petya, vinodan boshqa narsani bilasizmi? Yo'q. Kechir og'ayni. Hammaga yaxshi bo'lsin dedim. Oreshnikovga hammaning rahmi keldi. Unga achinishdi. Biroq bu behuda achinish edi. Boraver. Vaqtni o'tkazmay, sheriklar obligatsiyani pulga almashtirish uchun yo'lga tushdilar. Shuni yaxshi bilgin kelib dedi. Men seni puling uchun sevganim yo'q. Bu yutuqni bilmasmdan ilgari men yoqib qo'ygan eding. Ehtimol shundaydir. Lekin sizni men hali sevib qolganimcha yo'q. Ammo sizning to'g'ringizda fikrim yaxshi tomonga o'zgaryapti. Fikring tezroq o'zgartiraver. Allaqachon yerga tegadigan vaqting bo'lgan. Men ham endi shunday kiyinayki, Lidi Sergeyevna og'iz ochib qolsin. Seni men shtrishingni yaxshi ko'raman. Lidishga men qaytib keldim. Hamma jihozlarni keltirdim. Jonginam, mazali ovqat ham pishirib qo'ydim. Nega yig'layapsan? Lidishga balki qaytib kelganimdan xursand emasdirsan, a? Nimaga bugun bunchalik erta qaytding? Bugun majlis bo'lgandi. Yana majlis bo'ldimi? Demak, shuning uchun barvaqt kelibsan-da. Yolg'on gapirishdan avval o'ylab olsak bo'lardi. Meni yordam kassasidan chiqarib yuborishdi. Hali shunga yig'layapsanmi? Volodya, to'g'ri kelmaydi. Volodya, sizmisiz? Hozir oldingizga boraman. Hey! To'xta! Hey! To'xta! O'rtoq shofyor. Men mebellarimni sutli bilan olib ketishim kerak edi. Ana uydan. Yaxshi qaysi mana bular meni olib kelishdi. 10 ming so'm yutishgan ekan, puling yetadimi o'zi? Shu bilan meni vazifam tugagandir, menga ruxsatdir, a? Minnatdormiz. Minnatdorman. Rahmat. Siz bilan tanishganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun kechqurun oldinga kelaman. Xo'pmi? Mayli, kutaman. Kutgin. Aslmedia.net siz izlagan filmlar makoni. Qayerda oldingiz bu obligatsiyani? Biz uni sotib oldik. Qayerdan? Sizdan Omonat kassasidan. Demak, siz uni mendan sotib olgansiz. Qachon? Sizda sotib oldik. 3 kun burun. 3 kun burun. Pasportlaringiz bormi? Mana. Beringlar. Endi o'rtoqlar, obligatsiyani ekspertizaga yuboramiz. Balki u qalbakidar. Keyin pasportlaringizni ham tekshirtiramiz. Balki ular ham qalbakidar. Bo'lmasa qachon kelaylik? Ertaga kelinglar. Soat nechida? Kechqurun.
qurolli soqchi hamda pullarni zakaz qilib qo'yaman. Aha. Xo'p, rahmat. Qurolli soqchi. Menimcha bunda bir gap borga o'xshab qoldi. Oldingizda juda ham gunohkorman, Baloja. Shularni hammasini men uyushtirgandim-ku. Qo'ysakchi bu gaplarni Lida Sergeyevna. Biz endi baxtsiz odamlarmiz. Meni ham kassadan haydadilar. Meni kechiring, Baloja. Baloja. Men bir iltimos bilan keldim oldingizga. Qulog'im sizda, Lidiya Sergeyevna. Endi siz meni erim bo'lishingizni istayman. Ya'ni qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Axir eringiz bor-ku. Shu ham ermi? Lidiya Sergeyevna, jon berdim-u, lekin ilojim yo'q. Meni qallig'im bor, Olya. Uni javobini bering. Volodya, men sizni sevib qoldim. Siz meni so'nggi muhabbatimsiz. Siz uchun har qanday ishlarga tayyorman. Kerak emas. Kerak, Volodya. Men magazin, bozor yuraman, ovqat pishiraman, idish tovoq yuvaman. Xo'p desangiz, tuflingizni tozalab, noskilaringizni yuvaman, uylarni yuvib tozalayman. Keyin men vafodor xotin bo'laman. Uylaning menga, Volodya. Nima deyapsiz? Lidiya Sergeyevna? Yo'q, mutlaqo qarshiman. Meni Olyam bor. Hali unga uylanmoqchiman. Keyin haligi men umuman qanday qilib sizga... O'ylingiz nimasi? Olya, hozir uni qayerdaligini ham bilmaysiz. Men shu yerda yoningizdaman. Qo'l uzatsangiz bo'lgani. Что вы делаете? Как же ты меня потом уважать не будешь? Буду. Arishnikov shu yerda turadimi? Shu yerda. Meni qo'shnim. O'zi qayerda? Uyda o'tiribdi. O'likmi? O'likmi? Yo'q, tirik. Otdek. Minnatdorman. Shuni bilmoqchi edim xolos. Tinchlikmi? Pasportingizni olib keldim. Obligatsiya qalbaki ekanmi? Yo'q, menimcha u haqiqiy. Bilasizmi, men siz bilan gaplashmoqchi edim. Marhamat, kiring. Menga qarang. Keling, mana buni tamom qo'ya qolaylik, ha? Rahmat, men ichmayman. Sovqatib kelgansiz, foydasi bor. Aytingchi, o'sha obligatsiya Volodyaniki emasmidi? Volodyaniki? Nima, siz Volodyani taniysizmi? Tanirdim. Demak, 10 ming yutganini xabardor ekansiz-da. Ha, hammasidan xabarim bor. Ha, urushib qolibsizlar-da. Ha. Bo'lmasa mana shuni ishamiz. Yarashib olishingiz uchun. Yaxshimisiz, Mariya Petrovna? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Vasiliy Asanich?
Qarang, qanaqa hayvon. Nimaga kelibdi? Yanglishmasam bu yerga qadam bosmayman degan edi-ku. Qizishgan ekanman. Unga nima kerak ekan? Men qizingiz Alekseynaga uylanmoqchiman. Yo'q demanglar. Qimmatli Vasiliya Sanich Mariya Petrovna. Men roziman. Qanaqasiga u kuyov? Pensiyaga chiqadigan bo'lib qopdi-yu. Juda ham oshirib yubordingiz. Xo'sh, o'zing rozimisan? Rozi. Men sendan so'rayapman, Aliftina. Roziman. Boshingga urasanmi bu xarapashshani? Dada. Quloq solmang gapiga, Ivan Stepanovich. Yo'q, endi men unga quloq solishim kerak. Endi men uni hurmat qilishga majburman. Vasya. Vasya. Dada, gapirsangiz-chi. Xo'sh. Vasya, Vasya. Bilganinglarni qilinglar. Bu boshqa gap. Oxiri kelishdik. Rahmat dadajon. Mana 31-dekabr. Odamlar mo'jiza kutadigan o'sha kun ham kirib keldi. Ba'zida istisno tariqasida haqiqatan ham mo'jiza ro'y beradi. 6, 7, 8, 9, 10 ming. Hurmatli o'rtoqlar, sizlarni kirib kelayotgan yangi yil va yutuq bilan tabriklayman. Rahmat, katta rahmat. Bundan buyon ham 3% zaym obligatsiyalardan sotib olasizlar degan umiddaman. Albatta olamiz. O'rtoqlar. Yuvish kerak buni. Lidichka, azizim qaytib keldim. Butunlay qaytib keldim, Lidichka. Xursandsan bilaman, o'zim ham juda baxtiyorman. Mana endi yangi yilni birga kutamiz. Haligi Lidichka, men nohaq ekanman. Boshqa seni hech qachon rashk qilmayman. Nima desang senga ishonaman. Sen yolg'iz meni sevasan bilaman. Ha, tag'in qayoqqa otlanayapsan, ha? Xo'jayin, ha? yuklarni qayoqqa qo'yay? Ha, mana bu yoqqa, devor yoniga. Yaxshi. Mebellarni bu yoqqa tashish qanchalik qiymatga tushayotganligini hatto tasavvur ham qila olmaysan. Mana pardozlari ham tirnalib ketdi. Volodya. Hozir. Lida, bayram arafasida. Mebellaringni u yoqqa tashib yuraver. Men boshqa odamni sevib qoldim. Lida ketma. Lidichka yalinaman. Lida, o'zimni derazadan tashlayman. Mana gaplarni qo'y. Lida, xudo haqqi o'zimni tashlayman. Lidichka ketma. Lida, biz 6-qavatda turamiz, ha? Buni juda yaxshi bilaman. Lida, qayt! Hozir o'zimni tashlayman. Derazani yopib qo'y, so'malab qolasan. Xo'jayin, oldin pulni cho'zing, keyin o'zingiz tashlarsiz. Ishni tugatdik. Yana qaytarib hammasini onamnikiga olib boringlar, haqqini to'layman. Tushingizni suvga ayting. Bola chaqa oldiga yangi yilni boramiz. Qanday qilay? O'rtoqlar, xo'sh, qachongacha bu yerda o'tiramiz, ha? Pulni qanday taqsimlash uchun bironta qarorga kelishimiz kerak-ku axir. Bo'lmasa yangi yilni kutgan uyga ulgurmaymiz. Men avvalgidek baravar bo'lib olish tarafdoriman. Areshniki bilan Lidiya Sergeyevnani ham qo'shamiz. Axir bir joyda ishlaymiz, ko'zimizga tushmaydimi? Ularni ko'ziga qaramay qo'ying. Sening gapi to'g'ri. Biz o'rtoqlarimizni haydab ma'naviy qiyofamizni yo'qotdik. Xo'p, yaxshi. Bo'lmasam Areshnikovni qabul qilamiz. Uni-chi? Uni sira keragi yo'q. To'g'ri, u anchadan beri bizdan to'lamas. To'g'ri. Do'stlarim, Lidiya Sergeyevnaga rahm qilish kerak. U yolg'iz ayol, uni eri tashlab ketdi. Xotin kishini hech kim sevmasa, u juda qiynaladi. A'zolik bizneslarini esa oldingi hisob bilan to'laydi. Avvaliga bu pullarni ko'rib o'zimizni yo'qotib qo'ydik, shundaymi? Lekin o'zimizni qo'lga oladigan vaqt yetdi axir. Agar bu yangi yil tarixida eng hal qiluvchi paytda Qorbobo kirib kelib, bironta mo'jiza ko'rsatmaganida, bu voqea mutlaqo tabiiy bo'lmas edi. Aliftinaning hamma gaplari to'g'ri. Kelinglar, har ikkala nomzodni birga ovozga qo'yamiz. To'g'ri, ovozga qo'yamiz, juda to'g'ri. Ilg'or suratkash o'rtoqlar, sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hayron bo'lmang,
bu shahar tashkilotlarining tashabbusi. Kechirasiz. Plonni oshirib bajargan barcha korxonalarga sovg'alarni o'zim shaxsan tarqatyapman. Keling o'rtoq. Biz bilan bir iching. Yo, men xizmatdaman. Mumkin emas. Bitta qadam hech narsa qilmaydi. Mayli. Do'stlarim, tashkilotlar nomidan va topshiriqqa binoan men sizlarni yillik planni 10dan 2% oshirib bajarganligingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Biz bu 10dan 2%ning sizlarga qanday qimmatga tushganini bilamiz. Biroq biz kollektivingizni tashabbuskor va fidokorligi uchun hurmat qilamiz va hokazo. Qani bu yoqqa o'tinglar. Sovg'a beraman. Turinglar, sovg'alamiz, sovg'a. Bora qol. Kechirasiz, sizchi? Men boshqa fotografiyadanman. Lekin siz Kalachevsiz, shahardagi eng yaxshi avtobazani direktorisiz. Marhamat keling. Chiroqni o'chiringlar. Mana. Buni olib uyingga bor. Kamlik qilsa ichib yubor. Chiroqni yoq. Chiroqni yoqinglar. Chiroqni yoqinglar. Portfel yo'q. Qor bobomas o'g'ri ekan. Sizlar bizga adolatsizlik qildinglar. Shuning uchun biz bu ishni qilishga majbur bo'ldik. Unday qilishga haqli. To'xtang. Uyalmaysizmi? Qayoqqa? Naryoqqa. Pul odamni buzishi qadimdan ma'lum. Biroq pulsizlik uni yana ham ko'proq buzadi. Volodya, sen donishmandsan. Men seni juda sevaman. Nega pullarning hammasini oldingiz? Sanab o'tirishga vaqtim yo'q edi. Qayoqqa chopyapsizlar? Biz bu yerdamiz. Senga sajda kerak emas. Qaytimini olinglar. Hey, bu yerdancha. Sizlarni tegishingizni qoldirdik. Sanab ko'rish kerak. Vaqt o'tkazishi nima kerak? Uni qo'shib ketishadi. Qayoqqa qo'shib ketishadi? Hech qayoqqa ketisha olmaydi. Balki quvlashni bas qilarsizlar. Dam olaylik, keyin qulay yetib olamiz. Tavba. Biz ularni yana qabul qilmoqchi bo'lib yuribmiz. Endi hech ham qabul qilmaymiz. Lekin ular qabul qilmoqchi ekanimizni bilganlari yo'qda. Menga qaranglar, axir ular o'z ulushlarini olishibdi. Nimaga endi ularni qo'yib yuribmiz? Ha, gapni to'g'ri gapiryapti. Tugatish kerak mayli ishni. Yaxshi. Unda men infarkt bo'lmasimdan oldin qo'shni to'xtatishni hammaga taklif qilaman. Volodya bilan Lidiya Sergeyevnani qaytadan qabul qilishga kim qo'shiladi? Bir ovozdan qabul qilindi. Volodya, Lidiya, to'xtanglar. Biz sizlarni qayta qabul qildik. Eshityapsizlarmi? To'xtanglar. Nimaga bunday qildinglaringiz? Uyat emasmi axir? Yana sizlar bu o'g'irlikni biz sizlarni qaytadan qabul qilishga kelishganimizda uyushtirdilaring-a? Baribir endi ishonmaymiz. Hammasini yolg'ondan gapiryapsizlar. Bilasanmi, Volodya? Meni hozir juda ham ishkim kelyapti. Ammo sen bilan ishmayman. Ehtimol bu meni hayotimdagi eng yomon ishdir. Meni kechiringlar.
pullarni bo'lashing. Ha, bo'pti. Bo'lashamiz. Bo'lashamiz. Ulardan yana bir bor kechirim so'rashim kerak edi. Har holda ular bizdan ko'ra yaxshi ekan. Volodya, senikiga boramizmi? Yo'q, men sizni uyingizga kuzatib qo'yaman. Menikiga borolmaymiz. Negaki rentgenologim ko'chib keldi. Aytganday, mana sizni o'lishingiz. Mayli, senda turaversin. Oilamizda hamma narsani o'zing boshqarasan. Axir biz hayotda birga bo'lamiz-ku. Yo'q. Boshqa. Volodya, meni tashlab ketmoqchimisan? O'tiraman sizdan. Iltimos, meni tinch qo'ying, o'lyam bor. Volodya! Men seni sevaman. Sen uchun kurashaman. Sevgilim. Salom. Salom. Menga shu bo'yicha o'rab bersangiz. 46-razmeri. 1000 so'mligini. Nima? Qog'ozni ko'rmay olasizmi? Kiyib ko'rgandi. Bo'ladi. Tordan tikilgan ko'ylakka e'tibor qiling. Yuqorisi keng bo'lib, etagi toraygan. Judayam yarashibdi. Judayam. Lidiya Sergeyevna endi alamida o'ladi. Endi o'ladigan bo'ldi. Lidiya Sergeyevna, Alevtinaga sovg'a qilish uchun pul to'plashimiz kerak. Ha, albatta. Qanday baxt. Pulimiz shu, pulni qayerdan olamiz? Hech kimda bir tiyin yo'q. Beti nahotki siz hamma pulingizni... Nima uchun hammasi? Mana men kostyum oldim, botinka oldim, galstuk, qolganiga to'lovni qo'lladik. Areshnikovning yordam kassasidan olamiz. Pechovni chaqirib yubor. Volodya, hozir 1 minutga. Qadimga qaranglar. Jilmayinglar. Diqqat. Olyapman. Alevtina uchun sovg'aga pul to'playotgandik. Qani sandig'ingni och. Pul yo'q. Uni sarflab qo'ydim. Xudo haq. Mana ko'ringlar. Obligatsiya sotib oldim. Kim biladi, balki baxt bizga yana kulib boqar.